Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga yana bir bor xush kelibsiz. Yaxshimisizlar, yaxshilar. Sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugungi video roligimda sizlar bilan kechki ovqatga tayyorlagan taomimni bo'lishmoqchiman. Uzr so'rayman, anchadan buyon videolar olib qo'ya olmay qoldim, chunki xo'jayinim ozgina mazzalar bo'lmay kasal bo'lib qoldilar. Shunga to'g'risi ko'nglimga video olish ham, retseptlarni montaj qilish umuman sig'madi. Shunga ozgina orada tanaffus bo'lib qoldi. Buning uchun kechirasizlar, uzr so'rayman. Va mana bugun kechga tayyorlagan taomlarimni videoga oldim. Shunaqa kech paytga, ya'ni kechki ovqatga tovuq say bilan guruch qildim va oldiga issiq salat qildim. Issiq salatni yoz kunlarida obed mahallari ham ko'p qilib o'zimga, ya'ni yeb turaman. Juda ham mazali, yoqadi menga. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar, qizlar. Juda ham mazali, yeyishli bo'ladi. Ayniqsa nonlar bilan yoz kunida ovqatlar uncha ketmaydi, bilasizlar, issiqda, lekin bu salat menimcha hammaga birdek yoqadi. Tayyorlab ko'rsanglar va qanaqa chiqdi kommentlarda bo'lsanglar, faqatgina xursand bo'laman. Mana shunaqa qilib ketma-ketlikda tovuq, piyoz, pomidor, 2 xil bolgarskiy va qovoq sovordim. Qovoq ajoyib shirali ta'm beradi, shunga qo'shdim. Bolalar ham bilmasdan yeb yuborishadi sayni ichida. Bo'lmasam bilasizlar, menimcha ko'pchilik bolasi qovoq yoqtirmaydi. Shunga ichiga sovordim. Pishganda bilinmasdan bolalar yeb olishdi va shunaqa bir qoshiq, kichkina qoshiqda to'ldirib tomatga ozgina suv solib quyib oldim. Bo'ldi, shu bilan tayyor. Tagini pastlatamiz va guruch pishirib oldim. Uzr, uni videoga olmabman qizlar. Montaj qilayotganda ko'rib qoldim, shu videoga olmaganman. Endi salatimizga o'tamiz. Salatimizda shunaqa baqlajonlarni to'rtburchak qilib kesib, yarim soatga sovuq suvga tuz solib ivitib qo'yamiz. Suvlarini to'kib, yarim soatdan keyin bir dona tuxum chaqib yorib, ustiga aralashtiramiz. Bir dona tuxum yetadi, 2tasi, 3tasi oshiqcha, faqat bir dona yetadi qizlar. Shuni ham inobatga olinglar agar qilmoqchi bo'lsanglar. Va shunaqa piyoz va sarimsoq piyoz qizirilgan tavamizga yog'ni solib, birinchi bo'lib piyozlarimizni solib, piyozlari o'lib to tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Mana shunaqa qilib o'ta kuyib ketmasin va juda ham xom bo'lib qolmasligi kerak. Shu sariq tillarang tusga kirganda o'zi piyozni shirin hidi chiqishni boshlaydi. Shunaqa paytda olamiz yog'dan, ya'ni mana hozir уже tayyor bo'lish arafasida. Yana 1-2 marta aylantiramiz. Уже mana tayyor bo'ldi. Idishimizga suzib olib, endi shu tovamiz o'zida ozgina yog' solib, agar yog'inglar yetarli bo'lsa solmasanglar ham bo'ladi. Meniki ozroq solgan ekanman, yana soldim. Endi baqlajonlarimizni solib, qizarishni boshlaganda aralashtirib mana o'zi baqlajonlar rumyaniy rangga kiradi, ya'ni mana qizaradi, ya'ni uzr qizlar, gapimni topolmay qoldim. Qizaradi. Shunda aylantirib qovurib olamiz. Ozgina tabga ko'ra tuz va shunaqa ziravorlar. Solib aralashtirib tayyor bo'lay deganda chesnokni solamiz.
1-2 marta aralashtiramiz va piyozni ham solib yana qaytadan aralashtirib gazimizni o'chiramiz. Tayyor bo'ldi qizlar. Bu yerda menga hozir любой ko'kat solsanglar bo'ladi. Xohlasanglar petrushka, ukrop, gashnach solish kerak edi. Afsus, menda umuman uyda ko'katim topilmadi. Boriga baraka. Va men ustiga shunaqa do'ngan qalampirdan soldim. Maydalab qo'shib yeb olasizlar. Juda ham mazali bo'ladi. Mana bu yerda уже ovqatlarim ham tayyor. Tayyor bo'lgan jarayoni maza qilib kechki ovqat yeb oldik. Qizlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Uyda bor oddiy arzon mahsulotlardan tayyorlanadi. Menga ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Keyingi qiziqarli video roliklarimda ko'rishguncha Allohimga omonat bo'linglar. Albatta obuna bo'lib, like bosishni va o'z fikrlaringizni izohlarda yozishni unutmanglar. Bundan faqatgina xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.